Men yaxshi ko'rsanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Qizlarjonlar, men o'zimni yuzimga shunaqa xuddi original Koreyadan maskalar zakaz qilganman. Bilasizlar, qizlar har doim ko'p bo'yanadi, tonalkalar ko'p suramiz, yuzlarimizga narsa tushib ketadi, dog' chiqib ketadi. O'shaning uchun yuzinglarni ehtiyot qilib asrab yurmasanglar bo'lmaydi. Hozir men glinasini surganman. Aslida buni kechqurun surib, yaxshilab yuvib tashlaysizlar, 10-15 minut turgandan keyin qurigandan keyin orqasidan boshqa maskalar bor, ularni ham hozir alohida surib ko'rsataman. Kasadolka bormaydiganlar uchun bu eng zo'ri. Mana koreysni ko'ryapsizlarmi? Original. Qizlarjonlar, mana bu ikkinchi maska. Yuzinglarni tinimlashtirib, cho'tki qilib beradi. Bular hammasi tabiiy ingrediyentlardan tayyorlangan. Bu maskamiz ham 15 minut turadi. Qizlarjonlar, mana qolganlari qoldi. Mana bu SPF alohida, bu har doim quyoshga chiqishdan oldin suriladigan narsa. Bu SPF eng keraklisi, bu har doim sumkalarda turish kerak. Undan keyin toner bor. Mana tonerni yaxshilab surib, orqasidan keyin mana bu ko'zidagi mana bunaqa zo'r krem bor. Ko'zdagi mana bu ajinlarni yo'q qiladi. Mana ko'ryapsizlar, mana bunaqa ko'zga yaxshilab ishqalab, mana bu ko'p kulgan anaqa chizuvlar bo'ladi-ku, o'shalarni yo'qotadi. Bularni endi bitta-bittadan sizlar bilan birga suramiz. Ko'zchamizni tagiga mana shuni yaxshilab surib, bunday qilamiz. 10-15 minut mana shunaqa massaj qilib turasizlar buni. Va oxirgisi mana shu kremi bo'ladi. Yuzim tayyor makiyajga. Endi makiyaj qilib chiqsak bo'ladi. Kechqurun ham surish kerak uxlashdan oldin, kunduzi ham makiyajdan oldin surish kerak hammasini. Masalan, yaxshi ko'raman. Sizga har doim yaxshi narsalarni tavsiya qilaman.